Yurishlari qanaqa bo'ldi? Sizga yoqdimi? Yurishlari yoqdi, ancha ochildi mashina. Bo'g'ilib uch Spark keldi. Bu mexaniki bo'lgan 125, bunga avtomat qo'yilgan. Plus propan ham qo'yilgan. Hozir akamiz aytdilar, qiynalib ketdim, yaxshi yurmayapti, tortishlari yaxshi bo'lmayapti dedilar. Internetdan ko'rib ketdilar. Hozir buni ikkita rejimga qilib, ham propanda, ham benzinda yuradigan qilib programma qilib beramiz. Rezultatini ham oxirida ko'ramiz. Yurishlarini o'zlaridan eshitasizlar. Qanaqa bunda yurish? yaxshi buni. Hop, aka haydab ko'rdingiz. Yurishlari qanaqa bo'ldi? Sizga yoqdimi? Yurishlari yoqdi, ancha ochildi mashina. Bo'g'ilib uchib qolib, rosa qiynab tashlaganda. Yo'q, Xudoga shukr, hammasi yaxshi hozir. Yurib ko'rdik, hammasi chotgan. Yoqqan bo'lsa xursandmiz, aka. Bu ishimizning garantiyasi bor. Agar nimadir bo'lsa o'zimizga olib kelasiz. Shu garantiyaning ichida qilib beramiz hamma narsasini. Bo'ldi.